Ana yuksak olsang, ana kecha mashina yetadi ekan. Mana kerak emas, mana voy yetib borsa. Qani Ikrom akammi? Ana kishi. Yo'q, Dilnazobcha akasi. Bu yondagisi. Yo'q, u Samarqandlik ustamiz-ku. Yo'q, o'xshar ekanda. Aylantirib endi bu yoqda 2 kunini ko'rsatingda. Ko'rinyaptimi aka? Ko'rinadi. Uzun qilib solgan akam. Chiroyli qilib. O'sha kuni kelganimda ketaveraman, yeta olmayman oxiriga. Hozirgina o'zida kichkina bo'lib ko'rinib turibdi, yoniga borsangiz rosa katta. Mazza qilib yayrab, yashnab, butun qiynalganlar esdan chiqib mazza qilib yashaydi. Xudo xolasa. Nariyani ham ko'ramizmi? Ko'ramiz, ko'rsatingda loyda qanday qilib olayotgan bilmaysiz. Musofirdagilarga qiziqda bu narsa. Rossiyada, Qozog'istonda, Tojikistondan o'tkazyaptimi siz? Ha. Hamma qaloyga qorib qiladi. Mana opajonim obunachilari. Alloh bizga shunaqa chiroyli uyga o'zi nasib qildi, alhamdulillah. Behisob shukr. Allohumma ya musavvir shunaqa chiroyli uyi bizga nasib qilgani uchun behisob shukr. Bu uy joylarimiz, uy joy bo'lguncha juda qiyinchiliklar bo'ldi. Mana 5 yildan buyon kvartira yursak, xo'jayinim aytardilar-da, hali chiroyli sabrli mukofoti zo'r bo'ladi. Hali ko'rasan, shunaqa uy qurib beraman, malikalarda yashaysan derdilar. Alhamdulillah shu kunga yetdik mana. Allohim beraman desa, berar ekan, mana behisob shukr. O'ziga shukr. Mana shu dodamni ham ko'rsating. Mana shu dodamga katta rahmat. Prorabli qilyaptilar bizning uyimizga, doda. Baraka topsin. Akam qarab yotibdi, tinmay. Mana loy, mana shu loy kran olib beryapti. Kranda olyapti. Mana bu quruq bo'sh uchastka ham ikkinchi o'g'limizga bu. Xudo xolasa bu yoqdan ham chiroyli proyekt qilib, xo'jayinim o'zlari arxitektorlar. Inshaalloh bu yoqdan ham Xudo xolasa Alloh nasib qilgan bo'lsa, bu yerdan ham chiroyli tushiramiz. Qiynalmay ikkovi. Qo'shni bo'lib yashaydi ikkita o'g'li. Ikkala aka-uka yonma-yon yonimizda bo'ladi Xudo xolasa. Baraka topsin mana akalar ham. Kelganlardan ham Alloh rozi bo'lsa, mana shu sovuqda shunchalik qo'ni-qo'shnilar o'tib yordam qilishyapti, baraka topishsin. Oshga qaraymizmi endi? Ana tinmay naskisini yechib kiyib yotdi. Opajonim obunachilari, sizlarga bir anaqa qiladigan bo'lsam, hech qachon uy-joy uchun, mashina uchun siqilib, Alloh bergan omonat sog'lig'inglarni yo'qotmanglar. Mana biz xo'jayinim bilan har doim kvartira ko'chib yurganimizda har doim qishda kvartiramizni egalari chiqarib yuborardi-da. O'shanda yig'lardim men xo'jayinimga. Nahotki bolalarim bilan qayerga boraman endi? Ko'chada qolib ketdik-ku deb kvartirada kvartirada turganingizdan keyin bir pasda kelib qoladi-da, kvartirani pulini beradigan kun. Kvartiramiz egalari tushunmas edi, pul bor, pul yo'qligiga tushunmas edi. Xonim qilib sotdim, piyozli patir, lochira, non qilib sotdim. Ubursalik qildim, qo'pol qilib aytganda hojatxonalarga ubursalilar qildim. Ne qo'pol qilib aytasiz? Ish aybi yo'q-ku. Halol mehnat qilib shu xo'jayinim bilan qarashib, mana Yunusobodda 5 yil turgan bo'lsak kvartirada, Allohga shukr, mana mashinani berdi bizga Xudo g'oyibidan. Mana bu uchastkani hozir bitta o'g'limizga quryapmiz. Hozir ichkarida mashinasi. Bu uchastkani ikkinchi o'g'limizga quramiz, Xudo xohlasa. Alloh beraman desa hammasini Allohga oson ekanda. Hech qachon o'shanda yig'lab siqilardim men.
xo'jayinim sabr qil, sabr qil. Hali hammasi chiroyli bo'ladi, zo'r bo'ladi deb menga motivatsiya berardilar. Xo'jayinimdan ham Alloh rozi bo'lsin, meni sabr qilishga o'rgatdilar. Mehnat qilsa, sababini qilsak, berguvchi Allohligini o'rgatdilar. Men juda qaysar edim, juda injiq edim. Aytgan, degan bo'ladigan vaqtlarda xo'jayinim hammasini chiroyli sabr ortidan bo'lishligini o'zlari o'rgatdilar menga. Xullas, hayotdagi eng katta ota-onamdan keyingi ustozim xo'jayinimlarda. Xo'jayinimga ko'p rahmat aytaman. Shuning uchun 1-oktyabr kuni tabrikladimda, meni hayotga tarbiyalagan ustozim sizsiz. Meni sabr qilishga, sabrning mukofoti shirin bo'lishga, Allohga yaqin bo'lib, Alloh aytganini qilsak, Alloh ham bizani hamma istaklarimizni bajarar ekanda. Shuning uchun hech qachon siqilmanglar. Mana shu kvartirada turgan opajonlarim, singillar, jamiki kvartirada turgan ayollar bolasi katta bo'lgani sari siqilib boraveradi-da. Qachongacha kvartirada turaman, qachongacha bolalarim bilan qiynalib yashayman deb siqiladigan opa-singillarimiz aytishinglar mumkin, o'zing uyli bo'lyapsan-da, senga osonda aytish deyishinglar mumkin. Chunki biz 5 yil turgan bo'lsak, 10 yil, 17 yil, 15 yildan buyon kvartirada turgan qo'shnilarimiz bor edi-da Yunusobodda. Ha. Allohga oson hammasi. Hammasi Allohga oson. Shuning uchun hech qachon siqilmanglar, o'ylamanglar. Erkak kishini omadi bilan o'ynashib bo'lmaydi hech qachon. Alloh beraman desa bittada beradi. Ha. Eng muhimi xo'jayinlarni qirol deb, podsho deb bilsanglar, malikalar deb yashaysizlar. Shu akam, shu kenayim, dadam olamni o'tgandan keyin aytdim-ku sizlarga. Ikkita qizni chiqargan shu akam. Baraka topsin. Shu akamni eslab gapirsam ko'zimga yosh keladi. Hech kimdan kam qilmagan. Dadam o'rniga hech kimdan kam ko'zsiz chiqargan meni. Duo qilinglar, opajon, obunachilar, eson-omon uy bitirib olishga. Mana 1-iyulda boshlangan. Hali montaj qilib ana opajonim qo'yadi anaqalarni. Quruq yerdan boshlab shu paytgacha ham kelgan. Hozir iyul bo'lsa, avgust, sentyabr, dekabr. 5 oy ichida bunaqa uy-joy qilish mana shu bitta odam o'ziga oson emas-da. Alloh mana bir o'zlar mana shuncha oy bo'lguncha harakat qildilar. Duo qilinglar, qolganiga ham xo'jayinimga Xudo kuch-quvvat bersin. Ko'pchilik duosi ijobat ekan. Homiladorman, bolamni sog'-salomat bag'rimga bosib olay. Aytganingiz. Duo qilinglar, ilohim. Shu bugun tug'ilgan kun qilayotganlar, uyda yaxshi kun bo'layotganlar, nikoh to'yi qilayotganlar bo'lishi mumkin. Yo o'g'il qizli bo'lib uyiga chaqaloqni olib chiqayotganlar bo'lsa, hammani tabriklayman. Bizlar uchun bugun eng yaxshi kun. Uyimiz usti yopilyapti. Biz xo'jayinimlar rosa qo'rqqandik, ustini yopa olmaymiz. O'sha yomg'ir qorga qolib ketar degandek, qarang yana Allohning mehribonligini. Qor yomg'ir yog'ay deb turgan paytda quyoshni qarang berganini. Odamlar haqorat qiladimi? So'kadimi, urishadimi, chetga surib qo'yadimi? Sizni kamsitadimi? Hech kimga e'tibor bermang. Hech kimga e'tibor bermang. Faqat Alloh teng bo'ldi. Men Yunusobodda bitta nuroniy qarri Aziz opa degan qo'shnim bor edi. Agar kuzatib turgan bo'lsalar, alangali salom Aziz opa. Shu opam aytardilar, Shahribonu, hammani nazardan qolsangiz ham Allohning nazaridan qolmang. Shu Aylanib ketay sizdan deb aytardilar. Allohning nazaridan qolmasangiz bo'ldi. Shu kvartirada yashaydigan opalarimga, singillarimga aytadigan boshimdan o'tgani shu. Hozir gapirsam, agar 2 kun video qo'ysam opajonim tugamaydi, boshimdan o'tganlarini aytsam-da, qisqacha qilib aytayman. Bitta kvartiraga bordik, klapa bosib ketgan ekan. Kechasi bilan bolalarim ustiga fonar yoqib chiqardim. Bolalarimni hasharot yeb bitirib borardi-da, nimaligini tushunmaganman. Qo'shnimni chaqirib olib o'tganda, "Voy, bu klapa ekan" degan. Xo'jayinim bilan 2 oy ishlab bolalarimga olgan mebelimizni yangi mebelni tashlab yuborganman. Yana bitta kvartiraga borganman.
chayon bor ekan. Kichkina o'g'limni chaqib olishiga ozgina qolgan. O'sha u yoqdan ham keyin chiqdik. Yana bitta kvartiraga bordik, eshik romi yo'q edi. Nihoyatda shu 5 yil ichida juda ko'p qiynaldim. Lekin alhamdulillah, Allohimga behisob shukr. Har bir kunimga shukr qilaman. Mana Alloh uy ham berdi, quruq uchastka ham berdi, mashina ham berdi. Lekin hammasiga chiroyli sabr qilish kerak. Xo'jayingiz 2 ta non olib kelsa ham shukr qiling. Xo'jayingiz o'sha 2 ta nonni olib kelmasa ham shukr qiling. Vaqt soat keladi. O'sha hozir mana yurtboshimiz uyga qanday kirib kelsa kutib olamiz. Hozir mana to'satdan lo'mbazimizga yurtboshimiz kelib qoldi. Kelib qolsa, hozir voy ana prezident keldi, yurtboshimiz keldi deb hammamiz tipirchilab qolamiz. Har kun xo'jayingiz shunaqa kutib oling. Har kun mana shunaqa kutib oling, shunaqa hurmat qiling. O'sha 2 ta kulchavonni olib kelsa ham, olib kelmasa ham. Ko'rasiz, Alloh sizni qilgan hurmatingizga yarasha 1000 barobar qaytaradi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat Alloh deyish kerak. Yangi gilam olib chiqdi. Ehson qilish kerak bo'ldi. Xolam. Mani xo'jayinim, biz shunaqa qiynalgan bo'lsak ham, agar uyimizda faqat 2 ta non qolgan bo'lsa ham, bittasini so'rab keladigan odam bo'lsa, shunday bittasini olib chiqib beradigan odamlar-da. Shuning uchun ham xo'jayinim har doim Alloh qo'llaydi. Allohga shukr qilaman, hamd va sanolar aytaman, behisob shukr qilaman taqdirimga shunaqa inson yozilganiga. Behisob shukrlar bo'lsin. Bu dunyoda topganimiz hammasi dunyo matohlari. Bu dunyoda Hammamiz bir kun ketamiz. Ha, hammamiz o'tib ketamiz. Birovi dilini og'ritish. Bu dunyoga Shartimiz. zaxira qilish uchun topganingizni ma'lum bir miqdorini ihson qiling, 1000 karra qilib Alloh qaytaradi. Shu. Men Yunusobodda tadbirkorlik qilib kiyim-kechak sotganimda shu topganimni qaysidir bir miqdorini ihson qilishni boshlagan zahotim Alloh shunaqa chiroyli mukofotlarini ketma-ket bergan. Boshga qaraymiz endi Zirvoy.